inson bu dunyoda yasharkan inson uchun eng katta savol o'zining haqiqatini anglash. Nima uchun yashayapman? Qayerdan keldim, qayoqqa ketyapman degan savolga javob istaydi. Ko'pincha moddiy narsalar bilan o'ralashib yurgan, ko'ringan odamlar ham aslida shu haqiqatni istaydi. Lekin yupashni boshqa narsalardan topmoqchi bo'ladi. Uydan, uy-joydan, mashinadan, sayohatdan, hukmronlikdan topmoqchi bo'ladi. Asli istayotgan narsasi o'zi u ruhning qidirayotgan haqiqati iymon o'zi asli. Jaloliddin Rumiyning baytlari bor, o'sha Masnaviyning birinchi bayti. Tinglagil nay ne hikoyatlar qilur, ayriliqlardan shikoyatlar qilur. Nay deb inson ruhini aytmoqchi. Ruh nima deb shikoyat qilib, nimadan noliydi desa, ayriliqdan, ya'ni u Allohdan ayrilib kelgan edi. O'sha aslga intiladi.